Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Davron. Endi Wi-Fi haqida gaplashamiz. Qanday qilib boshqa telefonni olib, uni skanerlashni o'rganamiz. Uning uchun bizga obuna, podpiska bo'linglar. Shu Wi-Fi'ga kirasizlar. Mana bu rastroykachaning rasmi bor-da. Shunday bosasizlar. Mana bu skaner degan joyi bor. Shuni bosasizlar, mana chiqadi o'sha narsa. Keyin skaner qilib choplik qilasizlar, keyin ular kayf qiladi-da. Shuning uchun shunaqa qiziq narsalar bizga bular. Boshqa kishiga emas. Mana shuni bosasizlar, skanerga kirasizlar. Tamom. Bo'ldi. Xayr do'stlar.